Tillarni obzor qilib chiqamiz o'rtoqlar. H4 ham hammasini sizlarga boshdan qanaqa chizilishi kerakligini, men ya'ni qanaqa chizishimni ko'rsatib beraman. Undan tashqari o'rtoqlar, lichkamga klubda nima bo'ladi, o'zi qanaqa klubingiz bor degan ko'p savollar kelyapti. Shuni sizlarga boshida birrov tushuntirib ketaman. Mana Telegram kanalimda mana klub degan narsa bor. Mana CommandFX Pro Club. Buni ichida men bunaqa PDF faylni analizlab beraman. Mana ko'rasizlarmi? Yevro, dollar, NZD dollar, USD yen, tilla ham bor, bu yerda kumush ham bor, Brent bor, Tesla ya'ni aksiyalar 10 ta instrumentdan iborat bu klubda men analizlarni beraman. Faqat PDF fayl o'zini tashab qo'ymayman. PDF fayldan keyin mana bunaqa video analiz beraman-da. Shu video analizda men tushuntirib beraman. Ya'ni сделка qanaqa payt ochishimiz kerak, nima strategiya asosida ochyapmiz o'zi, qanaqa chizyapman, qanaqa uni ko'rsatib beryapman, nimaga bu yerdan u narsani chizyapman, hammasini men tushuntirib beraman. Ya'ni siz prosta PDF fayl o'zini olmaysiz, men video zapis bilan olasiz. Ya'ni siz nimaga сделка ochayotganingizni tushunib borasiz unda. O'zidan o'zi ko'rib u narsani siz o'zingiz ham analiz qila oladigan urovingga yetasiz. Bu klub o'rtoqlar pulli, adminni profilini qoldirib ketaman. Adminga klub deb yozib yuborsanglar, narxi haqida va boshqa ma'lumotlarni hammasini sizlarga to'liq beradi. Endi grafikka o'ziga o'tamiz o'rtoqlar. Xo'sh, grafikda bizani birinchi qiladigan ishimiz impulsli harakatni topib olamiz. Impulsli harakat qanaqa bo'ladi? Impulsli harakat ichida 5 ta struktura bor harakat bo'ladi. Bu yerda mana bu harakat impulsli harakat deb hisoblaymiz. Mana impulsli harakat deb hisoblaymiz. Bunga biz Fibonacci tortamiz. Endi mana bu harakat impulsli harakat. Nimaga bu impulsli harakat? Chunki buni ichida 5 ta struktura bor. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Ko'rasizlar, mana impuls tugagan joyiga Fibonacci'ni 100 ni qo'yamiz. Impuls boshlangan joyiga Fibonacci'ni 0 ni qo'yamiz o'rtoqlar. Endi o'z-o'zidan bizda valnalar paydo bo'ladi. Mana shu birinchi harakat, ya'ni bizda birinchi valna. Buni belgilab qo'yamiz. Sirazi chizib mana ko'rsatib ketaman sizlarga. Bu bizda mana birinchi valna o'rtoqlar. U yog'iga ketdi mana ikkinchi valna korreksiya holati ketyapti mana u yog'iga ikkinchi valna. Mana bizda ikkinchi valna. Ikkinchi valna. Valnalar ko'p holatda Fibonacci'ni urovlaridan reaksiya oladi. Mana bizda mana bu yerda reaksiya olgan, ya'ni mana 38.2 dan reaksiya olib tepaga ketgan. Endi bizda bitta holat bo'lgan, ya'ni 3-valna 161.8 ga kelib beradi. Ya'ni mana bu 3-valna 161.8 ga kelib beradi bu 3-valna. Ko'rasizlar? 161.8 ga kelib bergan mana 3-valna bo'lgan. Endi men klubda shunaqa analiz bergandimki, mana bu yerda biz trend liniya tortgandik. Trend liniyani mana shu H4 switch buzib yopilganda, mana shu yerda kirib turib, mana bu yerda chiqib ketganmiz. Обратный signal bo'lganda mana bu yerda chiqib ketganmiz. Shu yerda o'zida bir 1 ga 3 mi shunaqa ishlaganmiz. Stopni ham punkti kichkina bo'lgan. Endi u yog'iga nima qilamiz o'rtoqlar? U yog'iga bizda mana 4-valna shakllandi. 4-valna shakllandi. Mana bu yerda korreksiya holati bo'lyapti va biza 5-valnani ushlashga harakat qilamiz. 5-valna mana bu 261.8 da bo'ladi. Mana chizib ko'rsatib beraman. 261.8 da bo'ladi. Instagramda ko'pchilik yozadi, siz trade qilasizmi? Mana shunaqa insonlarga diqqatiga mana chizib sizlarga 0 dan ko'rsatib beryapman. Endi bizda nima holat bor? Biz har doim reaksiyalardan chiziq tortamiz. Bizda mana ko'rayotgan reaksiyalarim mana bittasi mana mana. Endi yana nima reaksiya bor bu yerda degan savol bor sizda. Yana bitta reaksiya mana mana bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Ya'ni reaksiya chiziqlaridan men chizdim. Mana bitta reaksiya ko'rdim. Va mana bitta reaksiyaga tortdim u trend liniyani, ko'rasizlarmi? Liniyani deyroq, to'g'rirog'i trend liniya emas, bu liniya bu. Tortdim, mana ko'rasizlar, o'z-o'zidan uchburchak paydo bo'ldi. O'z-o'zidan, ya'ni siz reaksiyalarni birlashtirdingiz, o'z-o'zidan uchburchak paydo bo'ldi. Bozor sizga mana точка входalarni ko'rsatib beryapti. Endi bu yerda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda 5-valna davom etib tepaga ketishi mumkin mana.
5-chi valni davom etib tepaga ketishi mumkin. Endi 5-chi valni davom etib tepaga ketishi uchun mana bu yerda uchburchakni H4 bo'yicha buzib yorib chiqish kerak. Ikkinchi holat nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi holat triugelnikni pastga buzib turib pastga ketishi mumkin. Ya'ni bozor razvorot qilishi mumkin. Chunki bu tilla siyosatga juda ham qattiq e'tibor qaratadi bu tilla. Chunki siyosat qaysi tarafga ketsa, tilla ham o'sha tarafga qarab, siyosatda bo'layotgan o'zgarishlarga qarab qattiq harakat qiladi. Skoriye всего, men 5-vallarni oxirigacha yetkazib qo'yadi deb o'ylayman, chunki tepaga ketish ehtimoli kuchliroq-da. Ko'pincha mana shu urush bo'lsa yoki epidemiya tarqalgan holatlarda tillarda har doim o'sish kuzatilib keling. Endi bu texnik analiz, ya'ni men sizlarga bu narsani chizib ko'rsatib beryapman. Ya'ni triugelnikdan qaysi tarafga chiqsa, o'sha tarafga biz сделка ochamiz. Ya'ni tepaga buzib chiqsa, impuls bo'lib berish kerak. Impuls bo'lib tepaga buzib chiqib bersa, biz tepaga сделка ochamiz. Agar pastga buzib chiqargan bo'lsa, biz pastga сделка ochamiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar.